Siz 1 million 100 tikib, o'tda 400 ming dollar lishniy pulni aylantirib o'ldiryapsiz. 100 ming dollar biznesga tikdingiz, ishlashni boshladingiz, 1 yil ishladingiz. 1 yil ishlab 100 ming dollar ustidan o'zingiz hali korxonadan chiqarib cho'nchagingizga solgan pul 100 ming dollar bo'ldi. ROI'ni ko'rsatishi nechiga teng desa, 100 ga teng, 100% ga teng. Qanaqa bo'ladi desa, foydani bo'lasiz tikkan pulga 100 ming topdingiz, bo'lamiz 100 ming tikilgan pul 1 ga teng-ku. Foizda o'sha 100% degani-da. Unaqa bizneslar kam. Bizda O'zbekistonda o'sha o'rtacha ko'rsatkich necha desa 25-30%. U degani 100 ming tiksangiz yiliga 25 ming dollar pul topishingiz o'rtacha biznes hisoblanadi. Ya'ni normalniy. 100 ming tikib, 100 ming topayotgan bo'lsangiz 100% вообще zo'r o'zi. Faqat bitta masala bor bu yerda, boshqacha ko'rsatkichi bor, uni ham tekshirish kerak. Aytaylik, shu biznesingizda Xitoydan 1 million dollar pul jalb qilgansiz. Jalb deganda haligi aytgandek qarzga olgansiz yoki haligi tovarlarni qarzga olasiz. Постоянный sizni biznesingizda aylanadigan pul o'zi aslida 1 million 100 ming dollar. Endi 100 mingni 1 million 100 mingga bo'lsa 9% ga to'g'ri keladi почти. U degani yaxshi emas degani. Ya'ni 100% u sizni pulingizga nisbatan. Lekin haligi 9% общий pulga nisbatan. O'shaning uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu biznesga nech pul kerak degan savolni berishimiz kerak o'zi. Bu biznesga balki 700 ming dollar pul kerakdir, o'sha 100 ming dollar foyda topish uchun. Значит, siz 1 million 100 tikib, o'tda 400 ming dollar lishniy pulni aylantirib o'ldiryapsiz degan. O'shaning uchun faqatgina bizda endi ko'pchilik ROI deb gapiradi, chunki Alisher akalar hammasi aytgan shu narsani. Lekin ROI emas, ROA degan ko'rsatkich ham bor. Unga ham e'tibor berish kerak. Чтобы biznesni rostdan ham foydasi yaxshimi yo'qmi degan ma'noda. Sizni pulingizga nisbatan yaxshi bo'lyapti, zo'r bo'lyapti. Lekin biznes qatdan topadi desa, sizni pulingiz 100 ming dollar aylantirib topmayapti. 1 million 100 ming dollar aylantirib topadi. O'shaning uchun biznesni effektivnostini o'lchash uchun общий tikilgan pulga nisbatan foydani ko'rsatkichini ko'rish kerak. Buxgalteriyada, ya'ni finansda eng ko'p har doim ishlatiladigan narsalar P&L, balans sheet deymiz, ya'ni cash flow ham bor. Hop, balans bu korxonani sostoyaniyasi, ya'ni ko'rsatadi nima boyliklari bor, qanaqa qarzi bor, biznes egasini qancha pul tikkani bor va shu kungacha qancha topganini ham ko'rsatadi. Shu o'rinda biz aytib ketishimiz kerakki, biznesga tikilgan hamma pul aktiv hisoblanadi. O'sha hamma aktiv degan desa, buxgalterlar yoki ko'chada kimdir aktiv desa, shu biznesga ko'chadan kirgan hamma pul. Mana shu uni boyligi va shundan foydalanib foyda topadi. Endi ikkita manba bor. Qayerdan oladi korxona pulni desa, o'zi topadimi desa, yo'q, o'zi topa olmaydi. Osmondan pul tushmaydi. Faqatgina kimdir unga pul berishi mumkin. O'zini korxonani hech qachon o'zini boyligi bo'lmaydi, o'ziga tegishli bo'ladi. Даже shunaqaki, o'sha P&L da foyda chiqsa, foyda ham korxonaniki emas o'zi aslida. Uni endi buxgalteriyada o'tganimizda yaxshilab tushuntirib beraman, chunki korxonani topgan foydasi balansda kreditda o'tiradi. U degani kreditda o'tirsa, u birovniki degani, biznes egasiniki degani. Endi ROI-ni qayerdan olishadi o'zi? ROI ko'rsatkichini haligi formulasini aytadigan bo'lsak, ingliz tilida bu net profit bo'lingan equity deydi. Ya'ni sof foydani bo'lamiz kapitalga. Biz aytdikki, korxona ikkita manbadan pul topadi. Kapitaldan yoki majburiyatdan. Majburiyat bu begona odamlar, ko'chadagi qanaqadir odamlardan pul jalb qilish yoki u pul ko'rinishida bo'lishi mumkin yoki u tovar ko'rinishida qarzga olingan bo'lishi mumkin. Ular отдельно turadi va ikkinchisi bu kapital. Biznes egasi shu korxonaga tikkan puli. O'shanda ROI shu sof foydani bo'lamiz kapitalga. Endi boyga aytgan kesimda o'sha 100 ming dollar bu yoqdan tikkanda, lekin majburiyatdan Xitoydan aytaylik tovar jalb qilgan va kelishuv qilgan. Misol uchun men har doim yaxshi sotaman, sen menga 1 million dollarlik tovar qo'yib bergin, men aylantiraman deb kelishib kelgan deylik. O'sha 1 million tovarni oladi va o'sha qarzdorlikni qayerda ushlaydi desa, aktivda 1 million 100 ming narsa, ya'ni pul boylik shakllangan bo'lsa, 100 mingni qayerdan kelgan kapitalda 1 million bo'lsa majburiyatdan kelgan bo'ladi. Ya'ni Xitoy puli degan. Endi biz bilamizki, biznesda 1 million 100 mingga teng bo'lgan boylik bor, aktiv bor va o'shandan foydalanib biz biznes qilamiz. Endi aytaylik, biz kirib o'sha biznesni tekshirdik, analiz qildik, bildikki 700 ming dollargacha pul tikilsa shu biznesga, undan u yog'iga u pul kerak emas. Ya'ni qanaqa ma'noda pul kerak emas? Biz hamma aytadiki, qancha ko'p pul tiksa, shuncha ko'p foyda olinadi. O'zi aslida unaqa emas. Pul qo'shsangiz foyda ko'payishi mumkin. Lekin marja bo'yicha kamayib ketaveradi. Chunki
bozor to'yingan bo'lishi mumkin yoki siz bozordagi ulushingizni maksimal darajadagi chiqargansiz, undan u yog'iga o'ta olmaysiz. Ya'ni har bitta qo'shilgan $1 evaziga endi kamroq foyda olasiz degan. O'shaning uchun haligi foydani maksimum ushlab turish uchun biz qanaqadir limit qo'yamiz, $700,000 deb belgiladik. O'shanaqa holatda agar men biznes egasi bo'lsam, men $100,000 tikib 100,000 yiliga topayotgan bo'lsam, men uchun ishim zo'r. Nimaga desam, men $100,000 topolmam, men ROI'm 100% ga teng. Endi men bitta faktni bildim, bu biznesga $700,000 dan ko'p pul kerak emas. Agarda men 1,100,000 ni inobatga olsam, bu biznes o'zi aslida 1,100,000 pulni aylantiryapti. Endi foydani shu ko'rsatkichga keltirsak, necha foiz bo'ladi desa, 100,000 ni bo'lamiz 1,100,000 ga. O'shanda o'sha ROA degan ko'rsatkich keladi. Bu return on assets deydi. Ya'ni aktivlarga nisbatan topilgan foydani ko'rsatkichi. O'shanda boyagi 100% nechaga tushib qoladi desa, 9% ga tushib qoladi. Приблизительно 9% ga teng bo'ladi. Bu degani yaxshi emas degani. O'shaning uchun nafaqat ROI ga e'tibor berish kerak, balki ROA ga. Kimlar ROI ga e'tibor beradi, kimlar ROA ga deylik. Odatda investorlar ROI bilan ovora bo'ladi. Nima sababdan? Agar men biznes egasi bo'lmasam, meni qo'pol qilib aytganda ishim yo'q. Biznesda nechta pul aylanyapti, qanaqa. Men sammigalarni tikkan pulimga olayotgan foydam baland bo'lsa bo'ldi. O'shaning uchun ham ROI. Ikkinchisi bu o'sha ROI aytgani aktivlarga nisbatan topilgan foyda. Bunga odatda biznes egasi ko'proq e'tibor beradi. Nega desa, men shu biznesga keragidan ortiq pul tikmaydigan narsani miyasida ushlab o'tiradi. Nimaga desa, har bitta tikilgan pul kerak emas, lishniy pul bo'lishi mumkin va u kerak emas xarajatlarni ham o'ziga jalb qiladi. O'shaning uchun profit maximization degan narsa bor, ya'ni daromadlarni maksimumga chiqarish va undan keyin o'shda to'xtash. O'sha narsani o'lchash uchun ROI ga biznes egasi e'tibor berib yuradi, lekin investor ROI ga e'tibor berib yuradi. Videomiz o'ylaymanki foydali bo'ldi. Agarda sizga yana boshqa moliyadagi ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kommentariyada yoki direktga yozib qoldiring va o'sha mavzu haqida men keyingi videolarimda ma'lumotlar berib boraman.